Qizim bo'ldi. Dadasi, obedga osh qilaveraymi? Aya, shu issiqda osh ketadimi? 20 yildan beri dadam bilan yashab kelyapsiz. Hali ham nima yeyishini bilmaysa, undan ko'ra yengilgina mastab tashab qo'ying, mazza qilib ichib oladi dadam. Onangni mirdi qizi. Rahmat qizim. Tan joni sog' bo'lsin, ruhi sog' bo'lsin dadamjonim. Dadasi, yegani qovun olaylik. Aya, o'z uydagi qo'yligingiz yetadi. Dadam darvoza yaxshi ko'radi. Enangni eriga katta rahmat ona qizim. Tan joni sog' bo'lsin, ruhi sog' bo'lsin dadamjonim. Ustimga to'kib yubording-da ona qizim. Bitta futbolka ekan, o kayfiyat tushirmaylik dada. Ke ayasam uni darov yuvib bergin. Voy qizim ey, bering dadasi, shuna kirsonda yuvib beraman. Kirson, zamonda orqadan qolganmisiz? Tretdagi bavida yuving, dadam shuni yaxshi ko'radi. Молодец. Germaniya mahsuloti oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shuni ham bilmaysan, molga o'xshab, bor tezroq yuvib kirlardi. Rahmat qizim. Tan joni sog' bo'lsin, ruhi sog' bo'lsin dadamjonim. Qani dadasiga samolyot? Dadasi, Bobur santexnik telefon qilyapti. Onasini emsin. Yomon dechkisiz aya. Yana nima qildim, qizim? Shu Bobur santexnikning nomerimi? Bu sinfdoshi Maftinu 5-sinfdan beri molda yaxshi ko'radi dada. Onangni mirdi qizi. Qani ayas samolyot? Keyinchi? Hojatga kirsa ham Maftun Instagrami, vannaga kirsa ham Maftun Instagrami. Sizga ham hayronman. Luiza silmaysan, yerda mahkamroq ushlashni bilay, aya. Yana o'sha gapni qaytaraman-da. Tan joni sog' bo'lsa, ruhi sog' bo'lsa, ayam jonim.